Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Mana bugun jarayonimizda biz darsimizga oid, ya'ni texnologiya faniga oid bo'lgan zamonaviy texnika va texnologiyalar mavzusi asosida bitta mavzuni o'rganib va yoritib chiqamiz. Zamonaviy texnika va texnologiyalar so'zi o'zi nima? Zamonaviy texnikalar asosida har bir narsa zamonga moslashib o'rgatilayotgan buyumlarni tayyorlash jarayonlarini o'rganib chiqamiz. Qisman bir jarayonda. Aytaylik, mana mavzumizda zamonaviy texnika va texnologiyalar deb yozilgan. O'zi texnika so'zlarini bilasizlar, oldindan o'tib kelgansizlar, yaxshi bilasizlar. Bu jarayonni texnikalar zamonaviy, ya'ni ota-bobomizdan o'tib avloddan avlodga o'tib kelayotgan zamonaviylashayotgan vaqtda mana hozir stanoklar, zamonaviy stanoklar. Bu stanokning nomi nima ekan? Grikyo. Demak, bu stanokning nomi, ya'ni tiluvchi stanok nomi bo'lib, bu 210 formatda, ya'ni 2 metr 10 santimetr formatda ishlaydi. Mana formatni kengaytirish, uzaytirish uchun har xil babkalardan foydalanish. Bunda materiallarning asosiy jarayonlariga olib kelinadi. Bu jarayonlarni keyingi holatda tushuntirib beraman. Bunimiz esa qaysi stanok ekan? Raqamli dasturdan boshqarish, ferezalash. Fereza o'zi nima? Fereza degan so'zni asosiy ma'nosi biron bir buyumni yon bog'rini, ya'ni yon bo'g'ri deyiladi. O'zimiz nimasida yon qismlarini to'g'rilashda yoki tekizlashda ishlatiladi. Raqamlarning asosiy jarayonlaridan biri bu hozirgi jarayonga kelib turib eng ko'p qo'llaniladigan zamonaviy stanoklardan biri hisoblanadi. Bunimiz esa nima ekan? Metalga ishlov beruvchi. O'zi birinchi navbatda metalga zamonaviy ishlov berishda bunga ta'rifini ham berib ketishimiz kerak. Metal deb nimaga aytiladi? Qalinligi 3 mm dan yuqori bo'lsa metal, yupqa bo'lsa les deb aytiladi, ya'ni tunuka deb aytiladi. Bu jarayonda mana shu metalga qayta ishlov berishda qattiq jismlarni har xil ichki va tashqi buyumlarni tayyorlashda hozirgi zamonga oid bo'lgan har bir mashinasozlikda yoki samolyot-sozlik, poyezdsozlik, umuman olganda hamma texnikalarda ishlab qo'llanadigan stanok foydalaniladi. Bu ismisi lazerli yo'nuvchi stanok. Ya'ni bu lazer asosida yo'nuvchi stanoklar hisoblanadi. Lazerli yo'nuvchi stanok nima o'zi asos deganda, o'sha nur orqali boshqaruvchi stanoklar jarayoniga kirib kelinadi. Nima jarayonlarda? Asosiy fanda bu qo'llanadigan hozirgi zamonga kelib turib, zamonaviylashayotgan vaqtida mana shu jarayonlarni o'tib borishi ham shu holatga kelib taqaladi. Zamon bilan hamnafas bo'lib borish biz yoshlarni, ya'ni o'sib borayotgan yoshlarimizni mana foydalanishda o'ta ko'p foydalanilgan. Bunimizda esa polimer materiallarni ishlab chiqaruvchi stanok. Polimer o'zi nima? Ya'ni polimerlar har xil holatlarda qaysi jarayonni ola turgan bo'lsak, polimer materiallari hozirgi zamon bilan hamnafas bo'lib kelgan yangi buyum material hisoblanadi. Xomashyo hosil bilan undan tayyorlanadigan buyumlar har xil holatlarda. Oddiy biz jarayonni oladigan bo'lsak, ko'proq vodoprovod yoki uylarimizni har xil isitish montajlarida, boshqa sohalarda foydalanib kelayotgan narsalar. Albatta bu stanogimiz esa nima ekan bu stanogimiz? Nazorat qiluvchi. Ya'ni eskidan agar sizlar bilgansizlar, ya qaysi tomonni ola turgan bo'lsak, buyumlar sifatini nazorat qiluvchi stanoklarda ularga belgi beriluvchiligini, uni grammini yoki sifatini aniqlashda raqamlashtirib ketiladigan stanok hisoblanadi. Dastur bilan boshqariladigan ferezalash stanoklari. Unda ya'ni dastur asosida bunga texnika nimasiga kiritib qo'yilgan stanok hisoblanadi. Dastur jarayonida olib ketuvchi nom bilan aytilgan. Qaysi dasturga yo'nalishga qo'ysangiz, shu yo'nalishda olib ketiladi. Yog'och metallarga nima? Qoplamalar. Ya'ni bu oddiy bir qoplamalar oldingi holatda kelinadigan bo'lsa, mana bu jarayonda lentalar olingan oldingi holatlarda qo'l jarayonlarida berish. Bular oddiy dazmol sifatida biz foydalanganmiz. Bu har xil materiallardan foydalanishda. Buni hali dars jarayonida ko'rsatib beraman qisqasi.
rejalash va aralash stanogi boshida aytib o'tganman. Aralash va rejalash stanogida boshida ko'rib aytganimiz jarayonlarda qaysi jarayonlarning boshqarish holatida birinchi razmer qo'yiladi, ya'ni o'lchov asosida o'sha qo'yiladi va o'lchov asosida aralash jarayonlar amalga oshiriladi ko'proq to'g'riga va ko'ndalanga. Preslash. Bu preslash jarayonlari qaysi preslash jarayonlariga kirib kelinadi? Oddiy materialni oladigan bo'lsak, laminatlarni oladigan bo'lsak, ya'ni apilkalardan foydalanib yog'ochni maydalasini preslashda, ya'ni bir-biriga bosim asosida foydalanadigan stanok hisoblanadi. Parmalash stanoklari. Parmalash jarayonlarini biron bir buyumlarni hali men dars jarayonida ko'rsatib o'tib ketaman. Parmalashda har bir parmalanayotgan jarayonlarni teshish jarayonlarini olib borilgandagina xuddi joylarda parmalash, teshish, yo'nish jarayonlari ko'rsatib o'tib ketiladi. Buni hali dars jarayonida qo'l bilan ko'rsatib o'tib ketaman. Diskali qo'l arralari. Bular ko'ndalaniga to'g'riga o'zini razmeriga qo'yib burchakli aralashda qo'llaniladigan arra ko'proq. Elektr skanalari bu zamonaviy hozirgi jarayonda bu stanok yaqinda kirib keldi. Elektr stanok zamonaviy, ya'ni yo'nuvchi vazifasini bajaruvchi stanok bu. Bu ham ko'ndalan bosimiga, ya'ni reja asosida qo'yiladigan stanok jarayonlarini amalga oshiriladi. Jilvirlash ham xuddi shunday biron bir buyumni asos bilan yon sirtini pardozlashda ishlatiladigan stanok. Ya'ni qo'l elektr frezasi. Bunga hozir bizda nima bo'lmaganligi sababli mana rasmdan ko'rsatib o'tib ketyapman. Texnikaviy zamonaviy qo'lda boshqaruvchi qisman boshda aytib o'tgan stanoklarning bir yo'nalishi. Bo'ldi. Elektrolobzikni mana sizlar ko'rgansizlar. Qaysi ishlatish jarayonlarini ham hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Bu jarayonda bizda bu elektrolobzik asosan sizlarga necha xil qismdan iborat deganda elektrolobzik o'quvchilarimiz foydalangan nihoyatda xavfsizlik texnikasi qoidasiga rioya qilgan holatda foydalanamiz. Bu ko'ndalaniga to'g'ri aylana asosida qisqasi egri va to'g'ri chiziqlar asosida kesuvchi lobzik hisoblanadi, ya'ni duradgorlik buyum hisoblanadi. Bularni hozir foydalanish jarayonlarini ham keyin ko'rsatib o'tib ketaman. Hamma jarayonlar shu haqida bo'lib o'tadi. Qisqasi mana bu jarayonlarni olib borayotgan har bir narsada qaysi yo'nalishga e'tibor berish kerakligini biz aytib o'tib ketamiz. Biz zamonaviy roverlar haqida ma'lumot beramiz. Zamonaviy roverlar nima? Hozirgi zamonga kelib hamnafas bo'layotgan jarayonda zamonaviy rover degan so'zi, ya'ni yo'nuvchi ma'noni anglatadi. Bu yo'nuvchilik to'g'ri va qaysi har xil naqshlarda foydalanishda ishlatiladi. Asosan hozir mebelchilik sohasida nihoyatda ko'p ishlab kelinyapti. Bulardan asosan amaliyotda bajariladigan bo'lsak, mana bu holatlar naqsh oladigan bo'lsak ham oddiy biz stolchamiz uchun qaysi jarayonda olib borilganimizni ham xuddi mana shu yon atrofi roverlarda o'yib foydalanganligini biz namoyon yaqqol qilib ko'rib olishimiz mumkin. Va juda ko'rkam, chiroyli chiqadi. Ya'ni yosh farzandlarimiz uchun hozir biz amaliy mashg'ulotni mana shu roverlar asosida tayyorlanganini ko'rsatib beramiz. Aziz o'quvchilar, sizlar uchun nihoyatda foydali bo'lgan amaliy mashg'ulotda yosh farzandlar uchun, ya'ni o'quvchilar, bog'cha bolalari uchun o'tirg'ich, ya'ni nevaralarimiz uchun mebelchalar tayyorlashni ko'rsatib o'tamiz. Nima bunga qanday materiallar ketadi? Materiallar asosan bunga MDF, akrel, DSP, laminat degan materiallar bular markalari bor. Bu jarayonlarning biz oddiy holatini qisman ko'rsatib o'tib ketamiz xolos. Bizni kasbiy kasbimizga yo'naltirishda hozir mana shu kasbiy ta'limda ham xuddi mana shu jarayonlarni amalga oshirib boryapmiz. Bu jarayonlarni birinchi navbatda kerakli bo'lgan materiallarni o'lchab olamiz. Bunga asosan mana laminat materialdan oq sinni material deyiladi. Bunga o'lchami
75 atrofida olinadi. Qolgan keyin roverga o'sha raqamli o'lchash 40 asobiga berilgandan keyin shu o'lchamga keladi mana. Buni raqamlarga bo'lish jarayonida unga ya'ni shakl berish, qanday o'tirish uchun qulay, foydalanish uchun qulay bo'lgan materiallar hisoblanadi. Buni qirg'og'iga asosan narigi stanokda ko'rinish jarayonlarida men boshida aytib o'tdim, qirg'og'iga lenta qo'yish deyiladi. Bizda kromka deb aytiladi. Bu kromka bular plastmassali bo'ladi hamda oddiy lentichkalar bo'ladi. Mana buni ko'ryapsizlar sizlar. Buni rangiga qarab turib tanlanaveradi hammasi. Buni qo'lda ham bajarsa bo'ladi, ham stanokda bajarsa bo'ladi. Hozirgi jarayonda mana o'quvchilar bilan birgalikda bu amaliyotni bajarib beramiz. Bu amaliyotlarni o'z jarayonlari kelib ketiladi. Ichki tomonga o'tsang, qotirilaveradi. Asos o'tirgan qismi. To'rt tomon. Teshib bersangiz. Yo'q, o'z hammasi tayyor. Tomon qotirib olaylik bo'lmasa, ustoz. Men qo'yib turaman. Siz qotirishingiz mumkin. Teshigini to'xtating. Sen o'tkazing. O'shalarni ham aytar ekansiz. Teshiklar hosil qilish jarayonida birinchi navbatda mana o'zini maxsus uchlari bor, ya'ni teshgich drill uchlari deyiladi, sverlo. Bularda teshib olinadi o'lchamlar asosida. Keyin bichimlar oldindan tayyorlab olingan, shuning uchun ko'rsatish jarayonlari ketaveradi. Buldun? Teshiklar u yerda to'g'ri tushish kerak. U yerlar to'g'riga bir-biriga to'g'ri tushish kerak. Asos hosil bo'ldi. Mana o'quvchi sifatida sizdan foydalanishingiz mumkin. Rahmat ustoz. Teshigiga qo'yibman. To'g'rilab o'tasiz, bo'ldi. Mana demak aziz o'quvchilar, bizni zamonaviy stanogimizda tayyorlangan birinchi stolchamiz tayyor bo'ldi. Bu hozirgi zamonga mos va xos, hamma foydalanish mumkin. Ko'rishlaring mumkin mana. Tez qotirib. Aziz o'quvchilar, ikkinchi jarayonni biz amalga oshiramiz. Ya'ni foydalanish uchun. Tillatdi-yu. Ha? To'xtab turgan. Bo'ldi bitta. Pastga qo'ying. Chiqinglar yoshlar, Abduhalim.
Sen güzel, sen doğrusu. Endi almashar deb o'qituvchi aytadi. Mana hurmatli o'quvchilar, ikkinchi jarayonimizda almashish, ya'ni o'quvchilardan foydalanishda bu ham qo'li bilan amaliy mashg'ulotni bajarishni o'rganyapti. Mana o'zlaring guvoh bo'lyapsizlar, shunaqangi epchil chiroyli o'quvchilarimiz borki, zamon bilan hamnafas bo'lib, amaliy mashg'ulotni chiroyli bajarib boryapti. Qo'yavering. Mana. O'sha teshigi bilan sal o'tkazib olavering. Bo'ldi. To'g'ri holatda ushaolasizdir endi. Agar bu holatda ketib bo'lsa, qiyshayib ketishi mumkin. Mana aziz o'quvchilar, ko'rdilaring, bu jarayonni o'ta foydali. Ikkinchi o'quvchimiz ham amaliyotni nihoyatda chiroyli bajarib o'tilyapti. Keyingi holatimiz mana inson foydalanish uchun ikkinchi jarayon, uchinchi jarayonni boshlaymiz. Bu holatlarda ham xuddi shu holat. Mana qiracha o'shanglabdir. Bu uchinchi jarayonimiz, o'shang bilan. Uchinchi jarayonimiz parta, labi. Shetda. 1.6lik. Hozir yig'ilyapti. Nargis nimani oling ana? Nasatkani oling. Mana ichida nasatka bor. Oling o'shani. Kesin. Ya bo'laver hammasi bir xil. Uchinchi jarayonimiz amalga oshirilyapti. Mana keyingi o'quvchilarimiz tayyorlash amaliy mashg'ulotni o'tkazish jarayoni. Mana bu yerda biz kelajakda mana shunday yosh o'quvchilarni hayotga bo'lgan ishonchini to'g'rilaydi va o'z maqsadi yo'nalishi bo'yicha hamma harakat qiladi. Hozir ko'rsatilyapti. Ukolniklar orqali qotirilandi. Ya'ni burchak kesimlari. Bu uchinchi jarayonning beldamda qotirish jarayonlari hisoblanadi. Bu beldamning tayyorlash holatlari. Ya'ni bir-biriga beldam degani o'sha bir-birini ushlash. Bir-biriga qotirilib, mustahkamlikni yanada oshiradi. Bo'ldi, qo'yavering o'z turkiga. Nereye tomonga qotirib qo'yilibdi o'sha faqat. Qotiravering-chi.
materialdan qotiriladi. MDF material mustahkam va qattiq bo'lganligi sababli bo'ldi. Bu tomonni qotirib olinglar. Mana aziz o'quvchilar, biz ishlash jarayonida amaliy mashg'ulotlarni ham bajarib o'tdik. Ko'rishlaring mumkin. Bularni olib qo'yaylik. Hozir ko'rsatish jarayonlarini qo'yamiz. Aziz o'quvchilar, mana shogirdlar yordamida, ya'ni o'quvchilarimiz yordamida hayotga tayyorlash jarayonida bular kelajakda ham o'zlarini mablag' topish masalasida ham ro'zg'orga foydalanish masalasi bo'yicha shunaqangi amaliy mashg'ulotda stolcha va stolchalar tayyorladik. Buni hozir namoyonlarni mana o'zlaring ko'zlaring bilan yaqqol ko'rishlaring mumkin. Va so'ng o'zlaring baho berishlaring mumkin bunga. Oldiga. Mana ko'rlaring. Rahmat sizlar uchun shunaqangi chiroyli buyumlar tayyorlagingiz uchun. Hayotda inson mana shunday mehnat bilan o'z o'rnini topishi mumkin. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hurmatli ustozlar, darsni mana ko'rdik. Dars juda chiroyli, namunali va bilamanki ustozimiz shu davrgacha va shu harakatgacha ancha mehnat qilgan. Bu mehnatlar samarasi ko'rinib turibdi o'zi. Uni dars o'tishidan, mahoratidan, lekin shunga qaramasdan va boshqa ishlarni ham kecha topdi. Men kecha mana shu jurnalimiz bor, xabaringiz bor. O'zbekistonda ta'lim jurnalimiz bor. Respublikamizda eng oldinda turadi. Mana shu jurnalda domlani texnologik darslarida qiyin izohlardan foydalanishga o'rgatish mavzusida maqolasi chiqqan. Va bu bilishimcha bu domla birinchi marta chiqarmayapti, doimiy ravishda chiqarib kelayotgan. Sababi xuddi shunaqangi sertifikatni mana shu jurnal doimiy qatnashgan uchun beryapti. Buni o'zidan o'zi bermaydi. Va shu mana bu oxirgi chiqargan maqolasiga mana shu jurnalimiz O'zbekiston ta'lim jurnali Badaboy Abduhakim Jo'rayevichni diplom bilan nima qilyapti? Tabriklayapti. Tabriklaymiz. Hammasi emas. Sizni mana ham havasim kelib ketdi. Xuddi shunday rahbariyat tomonidan Badalboy Abdulhofid Jo'rayevichni O'zbekiston ta'lim jurnal rahbariyati 2025-yil 5-fevraldagi 124-sonli qaroriga muvofiq maktabgacha va maktab ta'limi a'losi ko'krak nishoni bilan taqdirlaydi. Ders o'tkazib buncha hayajonlanmadi. Bo'lmasam bir qolganlarga shu naqangi yo'lingiz berish uchun bir gapingizdan gapiring endi. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Hammalaringni mana shunday mukofot olishlaringga albatta bizni mana bu yerda Dilshodjon ustozimiz ham chiqishlari katta. Mana bu yerda yangiliklarni nihoyatda zamonaviy tarzda olib boryapti. Bu insonimizni yoshi ulug'lagan sari yanada qirralari ochilib, oldingi kelganimizda boshqa narsalarni o'rgatdi, hozirga kelib turib yana yangi zamonaviy narsalarni o'rgatib ketyapti. Ya'ni men o'ylaymanki, mana shu malaka oshirishimizda hozir eng hurmatli, eng fikrlovchi inson deb bilaman. Bu insonning ishlariga omad, sog'lik, salomatlik so'rayman har doim. Mana shunday ustozlarimizga, shular qatori sizlardaqa ustozlarimizga, mana butun viloyat bo'yicha tumanlardan malaka oshirishga ustozlarimiz yig'ilgan. Bu ustozlarga ham sog'lik, salomatlik tilayman. Mana shunday ilmiy ishlarda, mana shunday maqolalar yozishda bardavom bo'lishni so'rab qolaman.
Mana shunday unvonlarni ham sizlarga ham nasib qilishini so'rayman. Har doim harakat qanaqangi bir chiroyli ya. Harakat qilish kerak-da.